Erkinaz radiosi xabarida Xitoy Kompartiyasining tajovuz qilib besib olgan Sharq Turkistonni Xitoyning eng cho'ng energiya ombiri qilib olishdan boshqa, hozir bu Uyg'urlarning makonini yangi yadro jahongirligining bazasiga aylantirib bo'lganligi Kuzatuvchilar tadqiqot fondining eng yangi dokladida tafsiliy sharhlangan. 19 oktyabr kuni e'lon qilingan bu dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy navbatda yadro programmasini taraqqiy qildirayotgan eng cho'ng davlatlarning biri bo'lib, uning sinoq va tadqiqot bosqichlari uchun Sharq Turkiston og'ir badal to'lamoqda. Xitoy Kompartiyasi o'tmishdan necha 10 yillab Sharq Turkistonni atom qurollarining sinoq maydoni qilib ishlatgan bo'lib, uning ikkilamchi ta'siridan qanchalik odamning meyib bo'lib ketganligi, turli rak kasallariga giribtor bo'lganligi va hayotidan ayrilganligi noma'lum. 1980-yillardagi Uyg'ur o'quvchilar harakati jarayonida bu vaqtdagi turli talablar hukumat o'rinlariga yo'llangan bo'lsa-mu, bu vaqtda hech qanday tadbir etilmagan. Amdilikda bo'lsa o'zini terrorlikning ziyonkashligiga uchrayotganlar deb tashviq qilayotgan Xitoy Kompartiyasi zo'r kuch bilan yadro jahongirligini yuqori pallaga chiqarmoqda. Maqolada ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatining navbatdagi yadro energiyasi tadqiqotiga ilgirgidek ko'mir yoki hidrogen yiqiluq qilishning o'rniga uran asosiy yiqiluq qilingan. Xitoyning yadro programmalariga kerakli uran qazilmasining 3dan 1 bo'lsa, Ili vodisidan qazilingan bo'lib, navbatda Ili vodisidagi Uyg'urlarning hayoti bu sababdan duchor bo'ladigan turli qiyin xatarlarga qarata biror bexatarlik tadbirining elinganligi ma'lum emas. Gerçi Xitoy hukumati 2003-yili uran qazish xizmatidagi radioaktivlik moddalardan kelib chiqadigan bulg'anishni cheklash va kontrol qilish haqida maxsus qonun ma'qullagan bo'lsa-mu, bu qonun Sharq Turkistonda faqat qog'oz yuzida mavjud bo'lmoqda.